Assalomu alaykum, Kamronbek TV kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videorolikimiz Xosiyat Husanova haqida. Xosiyat Husanova Ergashevna 1969-yilda Andijon viloyati Jalaquduq tumanida tavallud topgan. 1995-yildan buyon O'zbek Milliy akademik drama teatrida faoliyat yuritib kelyapti. 2011-yili O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Xosiyat Husanova milliy teatr sahnasida turli xil obrazlar yaratgan. Jumladan, Afandining 5 xotini, Xotinlar gapidan chiqqan hangoma, Boshi qotgan oshiqlar, Chimildiq, Qattiq o'yin, Andishali kelinchak, Ufq, Muhabbat sultoni, Usmon Nosir, Daraxtlar tik turib jon beradi, Ayol-ku, Jodugar kanizak, Sehrli tanbur, Omonat dunyo, Antika qudalar, 3 kunlik dunyo, Oltin qiz, Bir koshona sirlari, Uvaysi, Shayton va farishta, O'tgan zamon hangomalari, Neksiya va boshqa ko'plab spektakllarda turli xil rollarni ijro etgan. Xosiyat Husanova o'zining boy ijodiy faoliyati davomida ko'plab filmlar va seriallarda turli xil rollarni ijro etgan. Quyida uning ishtirok etgan filmlari: Tahiraning Qirt nog'orasi, Charxpalak, Ko'ngil ko'chalari, Qismat, Lavz, Olovuddinning sarguzashtlari, Nomus, Yangi oy chiqqan kecha, Shahzoda va kanizak, Muhabbatimsan, Mo'g'inur, Taqdir, Deva pakana, Afyun girdobi, Sehrli uzuk, Kelgindi kuyov, Zabarjad, Tuhmat, Chashma, Maftuna, Boyvachcha, Ulfatlar, Nortoy, O'zimdan o'zimgacha, Uylanish, Qalbaki dunyo, Uqubat, Men bu men, Adashgan sovchilar, Bekorchilar makoni, Qalb ko'zi, Mehribonim, Oling quda bering quda, Osiy banda, Er bermoq jon bermoq, So'nggi qo'ng'iroq, Devona farishta, Jibla-jibon, O'xshatmasdan uchratmas, Xizmat doirasidan tashqarida, Janob qorovul, Shu yetmay turuvdi, Erkak kuyov, Super qaynona, Ijarachilar, Mening do'stim jin, Xazina operatsiyasi, Payshanbadan payshanbagacha, Vafodorim, Qudamni ko'rmadingizmi? Ajab bo'libdi, Hasan ibn Husan, Mug'ombir kuyovlar, Xushbirlikda, Yana boshlandi, Novda, Iskuvar, Yaralangan qalb, Orzular fasli, Sevadi sevmaydi, Egizak oshiqlar, Zurriyot, Kelin kuyov, Istanbullik milliarder, Jonim yig'loqi, Yigitali, Ayyor kelin, Iblis o'yini, Ana xolos, Tosh tabib, Meni uylantiring, Ayriliq, Sabriya, Chimildiq singari ko'plab filmlarda turli xil rollarni ijro etgan. Xosiyat Husanova sho'x xarakterli obrazlarni me'yoriga yetkazib ijro etadi. Xosiyat Husanova iste'dodli, mehnatsevar va o'z kasbiga sadoqatli san'atkor sifatida tomoshabinlar mehrini qozongan. Xosiyat Husanova o'ynagan har bir obraz samimiyligi va tabiiyligi bilan ajralib turadi. San'atga bo'lgan muhabbati, sahnadagi madaniyati va kamtarligi uni boshqalardan ajratib turadi. Xosiyat opa sahnada yoki ekran oldida bo'ladimi, har doim tabassumi va samimiyligi bilan tomoshabinni o'ziga rom etadi. U san'atni chin dildan sevadi. Shuning uchun ham uning ijodi xalqni o'ziga tortadi. Ustoz sifatida yosh avlodni qo'llab-quvvatlashi va ularga ibrat bo'lishi tahsinga loyiq. Xosiyat Husanova o'zining tabiiyligi, halolligi va mehriga to'la yuragi bilan san'at olamida o'chmas iz qoldirmoqda. Uning har bir chiqishi bu tomoshabinga ruhiy ozuqa, iliq tuyg'ular manbai. Xosiyat opaning san'atga bo'lgan sadoqati,
va fidoyiligi uni chin ma'noda xalq artistiga aylantirgan. Shuning bilan bugungi videorolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.